Assalomu alaykum hammalarga. Bugun 12 aprel 2026 yil. Sizlar bilan xudo xolisa choyxona palov qilamiz. Choyxona palovga marhamat. 1 kilo dumba oldim, 3 kilo choyxona palov. 1 kilo dumbani non dizza qilamiz. 3,5 kilocha go'sht ko'proq sog'amiz, ser go'sht bo'lsin deb. Sabzi, piyozlarimizni to'g'rab qo'ydik, hammasini joy-joyiga qilib. Xudo xolisa choyxona palovni boshlaymiz. Non dizza uchun oldindan dumbamizni kesib olamiz, katta qilib. Mana guruchimiz juda yaxshi guruch, sifatli guruch. Guruch qaraylik, ovozini eshityapsizlar. Bu eski guruch. 3 yillik guruch bu, 3 yillik. Lazer guruch 3 yillik. Nasıl ham tiniq. Xurustyashi bo'lib turibdi, ranglari oppoqqina yartilar. Guruch qancha ko'p tursa shuncha zo'r bo'ladi, ham mazali bo'lib ketadi.